Demak, dastlabki texnikamiz samosval KAMAZ 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ballonlar deyarli yangi deyishmoqda. Ishlab turgan texnika, motor, korobka, hadovoylar ham yaxshi, ramalarda trashinalar yo'q, kuzovlar ham yaxshi. Narxi $13,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, ikkinchi texnikamiz ham samosval KAMAZ. Ushbu texnikamiz ham 1990-yilda ishlab chiqarilgan, kapitan remont qilingan deyapti. Motor korobkalari ham yaxshi, zadniy mo'slarda ovoz yo'q, rama, kuzovlar ham yaxshi. Ishlab turgan texnika, manzil Andijon viloyati, narxi esa $9,500 aytilishi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Uchinchi texnikamiz esa samosval Euro KAMAZ 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Ballonlar 90% atrofida, motor moy yemaydi, zadniy mo'sda ovoz yo'q, ramalarda, kuzovlarda muammosi yo'q deyapti. Ishlab turgan texnika. Manzil esa Samarqand viloyati, narxi esa $27,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Euro KAMAZ sotiladi. Euro 2 variantidan 2007-yilda ishlab chiqarilgan ushbu KAMAZ ham ballonlarning 10 tasi ham yangi, mashina ishga tayyor, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $20,000 aytilish kamaytirib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni esa texnika egalaridan qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Demak, navbatda yana bir samosval KAMAZ sotiladi. 1999-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, motor moy yemaydi. Val 2/6 deyishyapti. Ramalari but-butun, 2 qavatlik, ballonlar 70-80% atrofida. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $13,000 aytilishi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval KAMAZ sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, mashinaning ballonlari 100% ga yangi, bir haftagina bo'ldi ballonlarni qo'yilganiga deyishyapti. Holat yaxshi, motor korobkalari zo'r, hech qanday xarajat yo'q, ishga tayyor holatda. Manzil Samarqand viloyati, narxi esa $15,500 aytilishi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Albatta biz asosiy ma'lumotlarni beramiz, chunki video cho'zilib ketmasligi uchun asosiy va qisqa ma'lumot beramiz. Qolgan ma'lumotlarni esa albatta texnika egalariga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Videoga esa like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda esa navbatda Zil vodovoz sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, mashina metanda harakat qiladi, hujjatlari qonuniy, texnik holati a'lo darajada, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, narxi esa $140 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir vodovoz texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q, motor korobkalar ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali deyishmoqda. Narxi $150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa Isuzu vodovoz sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 6,5 tonnalik deyishyapti. Hamma narsasi joyida, texnik holat yaxshi, 4 tala balloni yangi, 2 tasi esa 50%, mashina ishlab turgan texnika, hujjatlari joyida, xarajati yo'q deyishmoqda. Narxi $23,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval Isuzu 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 238,000 km, kraskalar radnoy holati deyishyapti. 6 ta metan gaz ballonlari bor, ballonlarning holati ham yaxshi, 90% atrofida hammasi deyishyapti. Ishlab turgan texnika, hech qanday xarajat yo'q, hujjatlari joyida, narxi $60,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda esa yana bir samosval Isuzu avtomashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, avtobusdan yig'ilgan deyishyapti. Motor korobka, zadniy mo'slar ham avtobusniki, silindrlar 2 talik, 3 ta 100 talik gaz ballonlari ham bor, ballonlar o'rta holatda, kabinani yon va orqa tomonlari ham ochiladi. Narxi $20,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Demak, navbatda yana bir samosval Isuzu 2012-yilda ishlab chiqarilgan, fonni hamma joyi senji deyishyapti. Holat yaxshi, ishlab turgan texnika, hujjatlari joyida, narxi $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida, ma'lumot qoldirishgan. Albatta qolgan va batafsil ma'lumotlarni texnika egalaridan qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa Gaz 3307 samosval texnikamiz sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, motor yaqindagina remontdan chiqdi deyishyapti. Korobkalari Zilniki, dokumentlarda ham muammo yo'q. Yuklarni ham o'zi ag'daradi. Narxi $6,800 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval Zil 130 texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, ramalari but-butun, motor Ural motordan, katta mo'slik deyishyapti. Hujjatlarda muammo yo'q, ishlab turgan texnika, narxi $7,500 aytilishi kamaytirib beriladi.
manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir ajoyib holatdagi ZIL 130 samosval texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor yaqindagina remontdan chiqqan, korobkalar zibor deyishyapti. Hadovoylar ham yaxshi, resurslari usulenli qilingan, metan gazga ruxsatlar ham bor, narashkalar ham bor, hujjatlari joyida, 7 ta metan gaz ballonlari ham bor deyishyapti. Mashina ishga tayyor. Narxi $8000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Gaz 5312 samosval texnikamiz sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, xarajati yo'q, MT-80 motor qo'yilgan, korobkalari ZILniki, reduktorlar esa Gaz 66niki deyishyapti. Motorlari moy yemaydi, ramalari but-butun, mashina ishga tayyor, narxi 60 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir ZIL sotiladi. 1985-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, hujjatlar ham joyida, ballonlarning hammasi 90% atrofida, resurslari esa mazniki deyishyapti, kichkina mostlik, ishga tayyor holatda, motor korobkalar ham zo'r, narxi 150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Xorazm viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir chiroyli holatdagi ZIL 130 samosval texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, kamchiligi yo'q, radiator va statorlari yangi, resurslari mazniki, ramasi but-butun, ballonlari ham yaxshi, mashinaga kafolat beriladi, narxi 150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Xorazm viloyatidan ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval havo avtomashinamiz sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy zo'r holatda, mashinani hech qanday xarajati yo'q, ishga tayyor, hujjatlar ham joyida. Qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali gaplashamiz deyishmoqda. Narxi esa $32000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Demak, navbatda yana bir havo avtomashinamiz sotiladi. Prinsipi bilan komplekt holatda sotiladi. Tiagich 2008-yilda ishlab chiqarilgan, prinsipi esa 2019-yilda ishlab chiqarilgan deyishyapti. Holati yaxshi, motor moy yemaydi, ishlab turgan texnika. Narxi $32000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval havo avtomashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ballonlar 70-80% atrofida, 336 ta ot kuchiga ega deyishyapti. Korobkasi 10 talik, yoqilg'i turi esa solyarkada harakat qiladi. Manzil Buxoro viloyati, narxi 390 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir havo avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada deyishmoqda. Ishlab turgan texnika, xarajati umuman yo'q, faqat ishlatish kerak, hujjatlar ham joyida, narxi $29000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval havo avtomashinamiz sotiladi. Holati yaxshi, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, motor A7 Perigon deyishyapti. Solyarkada harakat qiladi, juda ham ekonomishni deb ma'lumot qoldirishgan. Mashinani hech qanday xarajati yo'q, narxi $32000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta, mashinaning holatini oz bo'lsa-da o'zingiz ushbu video orqali tomosha qilib turmoqdasiz. Qolgan ma'lumotlarni esa qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin. Navbatda esa samosval MAN avtomashinasi, ya'ni ushbu mikser avtomashinamiz sotiladi. 10 kubalik, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy zavodskiy holatda, motor ham hali ochilmagan. Narxi 480 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval Chakman avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy zavodskiy holatda deyishyapti. Zavodskiy metallar ham bor, ya'ni metan gazlar ham bor, motor moy yemaydi. Moslar hali ochilmagan, zavod holatda deyishyapti. Narxi 740 million so'm aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin. Navbatda esa yana bir samosval Chakman avtomashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan, olingandan bir faqat bitta ishxonada ishlaydi, ko'cha-ko'yda kira qilinmagan deyishyapti. Holati zo'r, zavodskiy samosval, ishga tayyor, narxi $27000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa yana bir samosval KAMAZ avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, holati yaxshi, metan gazlar ham bor, hujjatlari joyida, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 160 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan.
Demak, navbatda yana bir samosval KAMAZ avtomashinasi 1993-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, 10 tala baloni ham yaqindagina qo'yilgan, motor, korobka, hadovoylar ham zo'r. Kapitan remontdan chiqqan mashina deyishyapti. Narxi $14,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir samosval KAMAZ sotiladi. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, rami 2 qavatlik, metan gazga ruxsatlari bor, narashkaga ham ruxsati bor deyishyapti. Motor, korobka, hadovoylar ham zo'r. Mashina ishga tayyor holatda, narxi $13,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Qaytarib o'taman, 1990-yilda ishlab chiqarilgan, narxi esa $13,000 aytilish kamaytirib beriladi.